Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körürmenler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli körürmenlerimiz, ötken hafta degenimizdek bu haftadan başlap, yani her hafta huzurunlarda bulumuz, bir hafta jarayonida bulup ötken vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en muhim haberlerini kısa analiz qilgan şekilde huzurunlarga sunadiganligimizni e'tiqod etdik. Bugun inşallah başlab oldik. Undaqda aldı bilen bu haftadaki haberimizdeki baş mavzularını görüp öteyli. Xitayning ta'siriga qarshi fond ta'sis qilish qarori Amerika parlamentida ma'qullandi. Kabuldagi Xitoy oshxonasiga qaratilgan portlashda bir Xitoy fuqarosi o'ldi. BDT mutaxassislari Xitoyning majburiy emgak jinoyatini aybladi. Amerika Dünya Səhiyyə Təşkilatıdan rasmiy chekinib chiqdi. Albatta bu ve bundan başqa bir qancha muhim xabarimiz bor. Qani undaqda birinci xabardan başlaydı. Xitoyning ta'siriga qarshi fond ta'sis qilish qarori Amerika parlamentida ma'qullandi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta yillardan buyon Amerika parlamentida Xitoyga qarshi nurg'un qarorlar uzluksiz holatda ma'qullanyapti. Xitoyning rayondagi davlatlarga qilayotgan beshamligi tajovuzchiligi sababli albatta bularniki bo'layotgan ishlarni hammasi bu qatimda Amerika Avam Palatasida Tayvan, Filippin qatorliq Hindi Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlarini xalqiliq xarajat bilan ta'minlash, shundaqla Xitoyning ta'siriga qarshi 400 million dollarlik maxsus fond ajratishni o'z ichiga olgan yangi qonun loyihasi ma'qullandi. Qonun loyihasi 14-yanvar Amerika Avam Palatasida 341 ovozning qo'shilishi 79 ovozning qarshi turishi bilan ma'qullangan. Albatta mazkur qonun loyihasida Amerika Tashqi ishlar ministrligi, Moliya ministrligi va boshqa munosabatli organlarning 2026-yili ajratadigan xarajati o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, bu Tayvanga beriladigan 2 milliard 300 million dollarlik va Filippinga beriladigan 100 million dollarlik sirtqi harbiy yordam xarajatini o'z ichiga olganligi bildirildi. Albatta yana hammamizga ma'lum bo'lgandek, shu Tayvanni qo'llash masalasi har doim Amerikada birinchi kun tartibdagi masala. Bu haqda masalan Xitoy ishlari maxsus komitetining raisi John Molinar axborot e'lon qilish bayonotida bu qonun loyihasi Tayvanga texmi ko'p qo'llash elib keladi. Ularning o'zini qo'g'dash iqtidoriga mablag' selishiga yordam berdi. Va Trump hukumatining o'tgan oydagi Tayvanga qurol setib berish tarixiy qarorini kuchaytirdi degan so'zlarni ishlatdi John Molinar. Ve 2027-yili undan keyin yuz berish ehtimolligi bo'lgan to'qinishlarni to'sish uchun Amerikaning jiddiy turda Tayvanni qurol bilan ta'minlashi kerakligini ham ta'kidladi so'zida. Mazkur qonun loyihasi yana Xitoyning dunyodagi razil qilmishlarga qarshi turish uchun 400 million dollarlik Xitoy ta'siriga taqobil turish fondi ismidagi bir fond ta'sis qilish qarori o'rin olgan. Navbatda bu qonun loyihasi Kengash palatasiga sunilgan bo'lib, Kengash palatasining kelar hafta bu qonun loyihasini tasdiqlaydiganligi, muzokara qiladiganligi mo'ljallanmoqda. Xo'sh, yana bir xabarimizga o'tib ketsak, Kabuldagi Xitoy oshxonasiga qaratilgan portlashda bir Xitoy fuqarosi o'ldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta hafta ichida nurg'un axborotlarda yer olgan bir xabar. Kabulda albatta bir Xitoy ve 6 Afganistan fuqarosi bilan jami 7 kishi o'ldi ve yana bir Xitoyni o'z ichiga olgan 20 dan ko'p kishiningki yaralanganligi har xil axborot vositalaridan aytib kuchlik ko'plab berilgan bir xabar. 19-yanvar tushdan keyin Afg'onistondagi poytaxti Kabuldagi bir Xitoy oshxonasida. Bu yerda albatta axborotlarda xilma-xil bu yerdagi oshxonaningki Xitoy fuqarosi bo'lgan Tungan musulmonlar tarafidan echilgan Afg'onistondagi bir afg'onistonlik sheriki baliqi ayol ikkisiningki Xitoy fuqarosi bo'lgan musulmon ekanligini tilg'aylandi. Xitoy fuqarosi deb bevosita tilg'aylanganlar bor. Xilma-xil shaklda xabarlar berildi bu vaqtda. Natijada bu shaklda bir portlash yuz berib bu yerda 7 kishi bir Xitoy fuqarosini o'z ichiga olgan o'lgan bo'ldi. Mana shunday nihoyatda kuchlik bir portlash. Aloqador xabarlarda portlash Kabulning Shahrino rayonidagi
Xitoy oshxonasida yuz berganligi, mazkur oshxonaning bir jup ayol tarafi va bir Afg'oniston fuqarosining sherikchiligida ekanligi bildirildi. O'lgan Xitoy fuqarosining yana Ayub ismli bir musulmon Xitoy fuqarosi ekanligi, ya'ni tungan ekanligi qayd qilingan. Xitoy tarafi bu xabarni dalillagan bo'lib, Xitoyning Afg'oniston turishliq bosh elchixonasi darhol bu ish bo'lgandan keyin bir uqtirish e'lon qilib, o'zining to'g'ri betida bu Xitoyningki Kabulda portlash yuz berganligini, Xitoy fuqarolarining Afg'onistonga bormaslik haqida fuqarolarni ogohlantirdi. Xitoy Afg'onistonda yashayotgan fuqarolarni yerlik xalqning diniy urf-odatlariga hurmat qilish, odamlar ko'p yig'iladigan ommaviy so'rovlarga ko'p bormaslikka chaqirdiganligini ham konsulxonaning to'g'ri betida bu shaklda bildirdi Xitoy. Al Jazeera qatorliq nurg'un nufuzli axborot organlari bu xabarni Daeshning Afg'on bu voqea yuz bergandan keyin bu hareketni Daeshning Afg'on sho'basi o'zini o'tmay mazkur portlatish voqeasiga mas'ul ekanligini e'lon qilganligini xabar qildi bu organlar. Va buning bir qatimliq o'zini qo'shib portlatish hujum ekanligini bildirganligi, ya'ni Daeshning Afg'oniston sho'basiniki bu shaklda bergan bo'ldi xabarni. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, BDT mutaxassislari Xitoyning majburiy emgak jinoyatini aybladi. Albatta, majburiy emgak masalasi Xitoy har qancha inkor qilib, beshamlik bilan dunyoga nomussizlarcha o'zini oqlashga tirishayotgan bo'lsa-mu, bu mayli BDTning bo'lsin, mayli boshqa nufuzli inson haqlari organlari tomonidan davomli holatda Xitoyning yuziga urilayotgan, Xitoyningki jinoyatlari o'tirib qo'yilayotgan masalalarning biri bu. 22 yanvar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislari bu qatim yana Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq xalqlar va Tibatdagi Tibat xalqiga qaratilgan Xitoyning majburiy emgak selish jinoyatlaridan cho'nqur andish qilayotganligini bildirdi. BDTning organ to'g'ri betidagi 22 yanvarda e'lon qilingan xabar bu bayonotga uchirgan asoslanganda mutaxassislar Xitoyda davlat tarafidan yo'l qo'yilgan izchil davomlashayotgan majburiy emgak andisi mavjud ekanligini, Xitoyda hali ham majburlash qilmishlarining intayin ig'ir ekanligini, bular insoniyatga qarshi jinoyat hisoblanadigan majburiy ko'chirish yoki qul qilishga barobar bo'lishi mumkinligini o'tirib qo'ygan. Mutaxassislarning bayonlarida Xitoydagi majburiy emgak jinoyatining atalmish emgak kuchini yo'tkab namoratlikdan qutuldirish programmasi orqali qarab boqaylik, nomussizlarchida hamda Xitoy hamda xalqni tub yiltizdan, vatanlaridan yo'q qilish uchun mundaq chiroyli nom qo'ydi-da bu nomussizlar. Har xil namoratlikdan qutuldirish u bu deb. Mushu programma orqali ishga oshirilayotganligi, Uyg'ur qatorliq millatlarning sistemalik nazorat, kontrol va bostirishga uchraydiganligi, jazo va xohlagancha tutib turilish vahimasi sababidan emgakni rad qilish yoki o'zgartirish ixtiyorligi yo'q ekanligi. Intayin muhim nuqtalar bu yani. Ya'ni Xitoy davomli deydi-ku, butun axborot Xitoyningki tashqi ishlar ministrligining bayonotchilari muxbirlarning so'ziga duch kelgan vaqtida hammasi nomussizlarcha majburlash yo'q, hammasi o'zi xohlab turib bordi, o'z ixtiyorligi bilan qildi deb buni o'tirib qo'ydi Xitoy hamda. Ammo bu yerda kishilar xalq bu yerda jazo va xohlagancha tutib turilish vahimasi sababidan u majburiy yo'tkab qildigan bu emgakni rad qilish yoki o'zgartirish ixtiyorligi yo'q bularninki deydi. Xitoy Sharq Turkistondagi 5 yillik planda o'tgan 2021 yildan 2025 yilgacha mushunda usulda 13 milyon 750 ming qatim emgak kuchi yo'tkashni nishon qilib buni amalga oshirgan deb o'tirib qo'yilgan. Haqiqiy sonning yuqori nuqtaga yetganligi qayd qilingan. Mutaxassislar Tibatlarning yezi 5 emgak kuchlarini nomida Tibatlarning shunday yo'tkilayotganligi bu dokument qilingan. Majburiy emgakka duchor bo'layotganligi 2024 yilda emgak kuchi yo'tkashning ta'siriga uchragan Tibatlarning sonining 650 mingga yaqin ekanligini butun kanat bo'yicha ko'chirish programmasi orqali yurt makonlaridan ko'chirilayotganligini ham tilga olgan. Majburiy o'tkash orqali Uyg'urlar boshliq turk millatlarining Tibatlarning madaniyat kimligini majburiy o'zgartirish amaliyotda Xitoy rejimining siyosatining bir qism ekanligi bayon qilingan. Bu siyosat shunday elib berilyapti degan shaklda.
BDT mutaxassislari majburiy emgak orqali ishlab chiqarilib, uchinchi davlatlar orqali yer shari ta'minlash zanjiriga vositalik kirayotgan mahsulotlardan qattiq andish qilayotganligini ta'kidlab, biz buni yillarcha nurg'un suhbatlarimizda o'tirib qo'yapmiz va nurg'un xabarlarimiz beryapmiz. Shunchavala besim bo'layotgan bo'lsa-mu dunyodan. Ammo Xitoyning qandaq yo'llar, har xil yo'llar bilan bu majburiy emgak mahsulotlarini dunyoga yeyotganligini ba'dixmisdan hammalarning xabari bor. Bundan andish qilyapti-da, hamda hozir Xitoyda tijorat qilayotgan va Xitoydan mal setib oladigan mablag' solg'uvchilar va shirkatlarni ta'minlash zanjiriga munosabatli xatarlarni nazarga olishga chaqirgan. Bundaq bir jinoyat bo'lyapti-da, buni nazarga olgan asosda ish qilinglar deb. Ammo nomussiz Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi bu narsa chiqqandan keyin yana yuzini dabda qilib chiqib, o'xshash beshamligi bilan bu vaqtdagi savolga javob berib, har doimgidek o'ziga qil qo'ndirmaydi hamda. Xitoyning inson haqlarini izchil qo'g'dab kelganligini, Sharq Turkiston va Tibetning taraqqiy qilayotganligini, mutaxassislarning Xitoyga qarshi kuchlarning quroli va sherikiga aylanib qolmasligi kerakligi haqida bildirdi bu. Har doimgi beshamligi bilan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Amerika Dunyo Sahiyya Tashkilotidan rasmiy chekinib chiqdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Amerika Trumpning bu ikkinchi qatimliq vazifa o'tash muddati boshlangandan keyin nurg'un shunday xalqaro organlardan chekinayotganligini, u yerning ishga yaramaydigan bir narsa bo'lib qolayotganligini o'tirib qo'yib chekinib chiqyapti. Mana bu qatim hamda Dunyo Sahiyya Tashkilotidan rasmiy Aqsaray 22 yanvar e'lon qilib, Dunyo Sahiyya Tashkilotidan rasmiy chekinib chiqqanligini jakarladi. Mutaxassislar bu qarorning Xitoyning ta'sir kuchini texmi zo'raytib o'tadiganligini ta'kidlashmoqda. Esinglarda bo'lsa, biz bu vaqtda shuningki gap chiqqan vaqtida hurmatli doktor Erkin Akram bilan suhbat qilgan. Mayli Sahiyya Tashkiloti bo'lsin yoki boshqa xalqaro organlardan Amerikaning u yerdan chekinib chiqishiniki Xitoyga qanday fursatlarni elib keldiganligi haqida suhbatlarni qilgan qo'ysanglar bo'lsa. Demak, bu qatim Amerika ovozida ham dunyo axborotlarida berilgan bu xabarda bu qarorninki Prezident Donald Trump bultur 20 yanvar imzolagan ma'muriy buyruqqa asosan chiqarilganligini ta'kidlagan hamda 22 yanvar rasmiy chekinib chiqqanligini e'lon qilgan bu xabarda. Bultur imzolagan Trump hamda bu yil rasmiy chekinib chiqdi degan shaklda. Sebep bo'lsa, sebep ko'rsatilgan sababda Aqsarayning bergan. Dunyo Sahiyya Tashkilotining Xitoy virusi yuqumiga taqobil turishining unumsizligi, shundaqli islohot, javobgarlikni surishtirish va oshkorlikning izchil kamchil bo'lishi qatorliqlar ekanligi ko'rsatilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio bilan Sahiyya va ommaviy mulozimat ministri Robert Kennedy 22 yanvar birlashma bayonot e'lon qilib bu vaqtda Dunyo Sahiyya Tashkilotidagi a'zolik vazifasini oxirlashtirish orqali Amerikaning uning turli cheklamalardan qutulganligini, mazkur organ qarata barliq fond va odam kuchi qo'llashining butunlay to'xtatilganligini aytdi. Bu vaqtdagi bayonotda Dunyo Sahiyya Tashkilotining o'zining yadroliq burchidan yuz o'rganligi hamda Amerikaning manfaatiga ziyon yetkazadigan harakatlarni qayta sodir qilganligi, garchi Amerika Dunyo Sahiyya Tashkilotining qurg'uchi a'zo davlati va eng chong fond ta'minlovchisi bo'lsa-mu, lekin bu tashkilotning Amerika manfaatiga dushmanlik qiladigan davlatlarning turtkisidagi, ya'ni maqsad bu yerda kimlarga uchur berilayotganligi aniq ko'rinib turdi hamda. Davomli qaqshab kelayotgan Amerika kimdan qaqshayotir? Xitoydan qaqshab kelyapti. Bu yerda Amerika manfaatiga dushmanlik qiladigan davlatlarning turtkisidagi siyosiylashgan va bürokratlashgan kun tartiblarini yo'l qo'yganligi ta'kidlangan. Ammo Amerikadagi bir qism mutaxassislar bu qarorninki bu shaklda natijalanganligiga qarata tanqid qilib, agar Amerika rahbarlik o'rnidan voz kechsa va Dunyo Sahiyya Tashkilotidan chekinib chiqsa, Xitoyning ta'sir kuchini texmi zo'raytishiga texambak maydon hozirlab berganligi, buningga turtki bo'lganligini ham o'ttirib qo'ygan mutaxassislarmi yo'q emas ba degan gapimdi. Xo'sh, biz albatta yana bir qancha muhim xabarimiz bor. Doktor Erkin Akram bilan bir qancha xabarlarimiz haqida suhbat qilamiz.
agarda kirgan bo'lsa, ulangan bo'lsa, doktor Erkin Akram bir qancha xabarimiz haqida o'zininki fikrlarini, analizlarini alamiz, qadrli ko'ruvchilarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli Erkin Akram efendim. Ko'p rahmat olgan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun. Men rahmat aytaman sizlarga. Rahmat. Qimmatli vaqtingizni chiqarib, albatta vaqtlik xabarimizni yangi boshlab oldik. Bir hafta jarayonida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni qisqa bir sizning analizlaringiz bilan bir anglab o'tgan bo'lsa ko'rmalarimiz deb. Oldi bilan albatta Trumpningki shu bu qatimqi Davosda so'zlagan nutqi dunyoninki yana bir kun tartibi bo'ldi. Bütün liderler, reislerinin oldida. Albatta Xitoy haqida nurg'un gaplarni qildi. Sizniki Xitoyning bir muncha mattami shu Xitoyning shamol energiyasini setib olgan davlatlarni qattiq aybladi. Mayli Angliya bo'lsin, Yevropa bo'lsin. Siz Trumpning umumiy bu qatimqi Davosdagi so'zini qanday analiz qildingiz? Xo'sh. Buldu şu 2 ayda Munix'te içilgan xalqaro xavfsizlik yig'iniga şu Amerikan muavin prezidenti Pence qitilgan. Şu vaqtida Yevropaningki nurg'un kamchiliklarni, xatoliklarni ochiq oshkorla so'zlab o'tgan. O vaqtida hem de Avrupa devletler dünyadaki başka devletler ama belki şu Amerika'nın açığı var şeyde devaldı dep düşendi. Ama bu Davos'taki Trump'nınki ifadeleri ve kılgan işleri hem de Avrupa diyen devletlerini ya ki Avrupa Birliği'ni çetke kakkanlığını mı bir yerde körüvatımız. Ve ulanımı töpüden tövenge karta izvatkanlığını mı bir yerde körüvatımız. Ve Amerika mı bunun kim bu ittifaktaş devletlerle birlikte dünya meselesini hal kılışta bunun kadar emez hem de bunun kim Amerika üze hal kıldıgan ve üze bazı ittifaktaş devletlerini jığıp iş kıldıganını bir yerde kördü. Ondan kim bunda bir kılıkla tabii bu bizim hemimiz bilgen Birleşken Devletler Teşkilatı degende xalqaro müesseseler var. Ulanıma çetki kakkan bir ahval payda buluyordu. Yani jığıp kelgen çağda 2. Dünya Uruşu'ndan biri Amerika başçılığında ve Garp Devletler birlikte kurgan dünya tüzümün tertibi özgür vatıdı. Hoş. Amerika'nınki məqsədimi ötkenki ötkenki yılının ahırlarında 11. ayda Milli Xavfsizlik Stratejisi degen bir hüccetini ilan kılgan. Tünügün şu harbiy chetdeki yani mutafiye chetdeki Milli Xavfsizlik hüccetini ilan kılgan oldu. Bir yerde iniq göründü ki Amerika bunun kim şu garbi yaşarga hakim buluş ve bu rayondaki Amerika menfaatini zıç qoğdaydıgan lığını iniq sözüldü ve Amerika'nın menfaatine çıkıngan ve ziyan bergenlerge qattiq ziyan berdiganlığını ve şundaqla Şimali Kutup'ta Amerika'nın ki menfaatine qoğdaş üçün nima lazımsa şunu kıldıgan. Bir xil tüzümni yaratgan bo'ldi hamdi. Xo'sh, xo'sh. Bununla nurg'un devletler texe ügünemevatıdı. Çünkü konusuga ügünüp qalğaşqa. Yani jığıp kelgende Trump Davos'daki bu jığında sözlügen gaplar, qılgan işleri bilan birlikte dünyanınki tüzümü, tertibi hemmisi özgürlükçe başladı desek bo'ldi. Xo'sh, xo'sh. Doktor ko'p rahmat. Endi yana şu Trump şu 22 yanvar Aksaray bayonot e'lon qilib, Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın resmi çekinib chiqqanligini jakarladi. Sebep nima? Bu Trump'ninki o'tgan yil bultur 20 yanvarda imzolagan ma'muriy buyruqqa asosan bu yil 22 yanvar rasmiy chekinib chiqdik. Sebep bo'lsa Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın Xitoy virusi yuqumiga taqobil turishining unumsizligi,
Şundaqla islohot javobgarlikni surushtirish, oshkorlikning izchil kamchilik bo'lishi va hokazo deb buni o'tirg'a qo'ydi. Sizce hamda biz ilgirimiz bilan nurg'un suhbatlarda tilga oldingiz. Shundaq xalqaroliq Amerika boshchiligida qurilgan organlardan, tashkilotlardan Amerikaning chekinib chiqishi Xitoyga bu yerda nurg'un fursatlarni yaratib berdi degan nuqtalarni tilga olgandik hamda. Bundan chekinib chiqqan bo'ldi va boshqasidan bo'lishi mumkin. Hamda sizce bundan keyin qanday ishlar yuz berishi mumkin yoki Amerika shunday chekinib chiqishi orqali bundan keyin hamda ikki qutbli bir dunyo shakllanib Amerika o'ziga bilsab turadiganlarni yangi bir shaklda o'zining yeniga tortib davlatlarni Xitoy tarafda turamsa yoki men tarafda turamsan deb boshqa bir narsalarning shakllanish ehtimoli qanchalik bundan keyin? Hozir manda ahvoliga qaragan chog'da mevcut bo'lgan shu xalqaro tuzum sistemni qo'g'daydigan davlat Xitoy bo'lib qoldi. Xo'sh. Xitoy hozirgacha Ikkinchi dunyo urushidan keyin qurilgan bu tuzumni dunyo tuzumini biz qo'g'daymiz deb kelyapti. Hozir Trumpga qaragan chog'da bu tuzumga pek ehtiyoj tuyulmayotdi. Shuningga konu tuzumninki o muassasalarga Amerika pek ko'ngil bo'lmayotdi. Aksicha o'zininki yetakchiligida her bir meselege qarta bir komiteti kurup o komiteti bile hareket kılıvatıdı. Bunda degan chaqda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın rolünü acizlaştırvatıdı ve bu müesseseni chetga qiqiyotganligini bu yerda ko'ramiz. Yani eğer de Xitoy yanıla shu Ikkinchi dunyo urushidan keyingi dunyo tuzumini qo'g'dayman deb tirishsa bir ikki kutuplaşma ahvol ko'rinyotidi. Aslında hozirlar ko'rinyotidi da o texma naq ko'rinishga to'g'ri keldi. Siz degandek ba'zi davlatlar bu ikki davlatning orasida birisini tanlashga majbur qoladi. Xohlasa xohlamasa majbur qoladi. Ama bazı devletler misalga rayon karakterlik çoğun devletler var. Bular belki özünün yolunu tapalaydı. Yani hem Xitoy taraftan payda iliş hem Amerika taraftan payda iliş. Bazı devletler hem de kurtuluş biraz kıyım buludu. Misalga bayağı degandek şu Garp Yaşar rayonda misalga Kanada var. Kanada hazırdan başlap Amerika'ya mesafe koyup Xitoy bilan yaqinlashyapti. Amerika hem de Kanada'nı bunda boş koymaydı. Yani Kanada hem Xitoy hem Amerika'nın arasında rahat hareket kılamaydı. Erkin hareket kılamaydıgan bir halıga kip kaldı. Misalga Türkiye'deki devlet olsa bu iki çoğun devletin arasında menfaat alalaydıgan bir bir misal devlet değil mi? Şunu bundan ki dünyada hem de rayonga qarab, devletlerinin menfaatlerine qarab ma kutupta ya ki A kutuptan payda aldığan gruplar var. Kelgüsünde belki şu üçüncü kutupni teşkil kılaylı deydiğen gruplar mı çıkışmıyor ki? Öz vaxtıda şu Fransa mı şunu qıp bakan? Mao mu şunu üçüncü dünya devleti de onu qıp bakan, yani iki kutupның sırtında bir kutupni teşkil kılış. Yani jığıp kelgen çağda aldığımızdaki yıllar belki hele bir vakitgacha muşundaq bir bilinmezlik mücmel bir dünya bir taraqqiyotga uchraymiz. Shundaqa. Shu. Kanada'nın gapini qilib qoldingiz. Kanada haqida bir xabarimiz var. Shuni bir keltirsak ekranga. Muhim bir xabar, dalilsiz degan bir masala. Mesela Amerika Savdo vakili Jameson Kirer Kanada hukumatining Xitoyda ishlangan 49 ming toklik avtomobilning to'van tamojnobaji bilan davlatga kirishiga yo'l qo'yish qarorini xatarlik deb sifatladi hamda Kanadaning bu qaroridan pushaymon qilishi mumkinligini aytdi. Bu so'zni siz qanaqa? Bu bir şekilde yıpıklık bir tehdit hem de. Sen eğer de bizning deganni qilmasang bir narsalarni qilaman degan bir gapda hamda yıpıklık bir şekilde.
Çünkü bu Baş Minister Carney'nin Davos'taki gibi moyun bir geplerini kıldı. Yani bu cihan özgürvatkanlığını ve burunki tüzüm devam kılmaganlığını ve üzüp taşlap yıkılganlığını, yani devamlılık bolmaydıganlığını, şununla her devlet özünün yolunu tepip meğiş lazım. Xitay teki Amerika'dan işençilik bir vatıdı degandek gaplarni qilgan ekan. Bu Trump'ның yurgizayotgan bu siyosatiga pek muvofiq emas. Karne bu gaplarni da'vatgan vaqtida nurg'un odamlar chavak chaldi. Nurg'un odamlar o'rtudi. Demakki nurg'un davlatlar buni Karneni qo'llag'ashqa yoki uningki degan gapini tushunchini qabul qilg'ashqa bu Trump'ni pek rahatsız qildi deb o'ylayman. Bence hazırdan başlap Amerika şu Kanada'ya karşı bazı siyasetini ilip baraylı deb bunun müzakereni kılışqa başladı deb o'ylayman. Xo'sh. Yana bir xabarimiz var. Xi Jinping bilan bu Putinninki bu ikki qo'shmoqlar hali bo'libmi Ukraina Rossiya urushidan boshlab yaqinligi ma'lum hamda Times Gazeti bu qatim Rossiyaning Amerikaning Venezuela harbiy harakatidan oldin xabar topganligini, ammo Xitoy bilan o'rtoqlashmaganligi sababli Xitoy bilan Rossiya o'rtasidagi tavranmas sherikchilik munosabatida yushurun krizisning boshlanganligini oshkorladi. Bu haftadagi muhim xabarimizdan biri bu. Bununla bo'lgan bu ikkisining o'rtasi bu ikki ayiq ayrilish bosqichiga kelamdi degan. Yakınki bir vaqtda bunda ayrılış biraz kıyın. Bu iki devletin ki arasında başka münasebetler mi var? Mesela iktisat deyimiz, ticaret deyimiz, enerji, harbiy jetde bularınki münasebetler tek üzülgen emas. Devam kılıvatıdır. Fakat bu iki devletine muşunda zıç bir ittifaktaş halığa ekilişinin ki bir mühim bir sebep özgür vatıdır. Bu bolsa G'arbning bisimi. G'arb taraf her iki devletke bisim battı. Hem kıymet qarash jetdan, hem de bu tüzüm sistem, yani başkuruş tüzümü ve sistemi bile münasebetlik bisim battı. O'xshash yerdan kelgan bisimga qarshi ikkisi bir-birisi bilan yaqinlashishga sabab bo'ldi. Bayağı degandek Trump eğer de dünyanınki şu mevcut tertiplerini, tüzümlerini eğer de bozuk başka bir tüzümge qarab mangdigan bolsa, bayağı bu iki devletini, yani Rusya ve Xitayni yaqinlashtirgan, mecbur bağlagan o vaziyet, o şarait yo'qoldi degan gap. Xo'sh. Yani uzun müddette iki devletninki, yani Rusya ve Xitayninki arasındaki bayağı degan siyasi, iqtisadi, ticari, enerji degan münasebetlerimi belki burunqi qarag'an chog'da ajizlaydi. Hem de o'xshash rayonda iki kuch Xitoyninki maqal tamsili bilan osmonda bir quyosh bo'lmaydi, yer yuzida ikki yo'lbars bo'lmaydi yoki ikki podshoh bo'lmaydi degandek, ana bir ahvolga kirishishi mumkin. Bularninki rayon xarakterlik bazı meselelermi buluş mümkün. Xitoy Balkan rayonlarda, Sharqiy Yevropada ve O'rta Osiyoda hali bir kuchi var. Bu bo'lsa Rusiyanınki arka bahçesi. Bu sebepten Rusiyanın Xitoyninki bu tirishchanligi Rusiyanı rahatsız kıldı. Şundaqla Rusya mı Asya Tinch Okyanus rayonundaki devletler bilan münasebetlerini terakki kıldırıvatıdı. Bu bo'lsa Xitoyni belki rahatsız kılış mümkün. Hindistan Pakistan münasebetlerimi bu iki çoğun devletini alakadar kıldıgan meseleler. Şununla kısa vadede bular bir mezgil devam kılıdı deb o'ylayman, ama uzun vadede bu iki devletinin arasındaki jiriklikler asta başlaydı deb o'ylayman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat doktor, qimmatli fikringiz uchun. Alloh razı bo'lsin. Rahmat sizga. Men rahmat aytaman. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftadagi muhim xabarlar programmamiz mushu yerda oxirlashdi. İnşallah Allah ömür versin aldığımızdaki hafta şembe günü görüşürüz. Aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.